Nurbek Meyliyev. U Hilton, Hyatt, Marriott, Lot, Azimut kabi otellar bilan memorandumlar imzolagan. Yuzlab talabalarni ishga, amaliyotga jalb qilgan. Endi esa Sedu akademiyasi bilan nafaqat yuzlab, balki minglab insonlarga mehmonxona menejmenti bo'yicha bilim, tajriba va amaliyot ulasha oladi. Uning o'zidan kasbi haqida eshitdik. 2013-yil Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qituvchi sifatida ish faoliyatini boshlaganman. 2014-yil, 2015-yil, 2016-yillarda prezident saylovlarida volontyor gid sifatida jalb etilganman. O'sha davrda delegatsiya vakillarini kutib olish va ularni mehmonxonalarga joylashtirish vazifalarini bajarganman. O'sha davrda mehmonxona sohasiga bo'lgan qiziqishim boshlangan. Shu paytgacha Wyndham, Hyatt, Hilton va Marriott mehmonxonalari bilan talabalarni amaliy bazasi va talabalarni ko'nikmalarini kuchaytirish masalasi bo'yicha memorandum imzolaganman. Mehmonxona sohasida top mutaxassis bo'lishni xohlasangiz, Sedu sizga yordam beradi.